Minecraftda daraja oshgan sari biz kattalasha boramiz. 30-darajaga yetganimiz sayin Dragon yoniga teleport bo'lamiz. Kattaligimiz sababli portalga sig'maganimiz uchun. Qolgan youtuberlarga o'xshab birinchi qiladigan ishimiz daraxtni buzish. Chunki bizga verstak va chub kerak bo'ladi instrumentli yasash uchun. Va boshqa narsalarga ham kerak. Bu ham ikkinchi daraxt yetmagan uchun har bitta daraxtdan bitta-bittadan buzib chiqdim. Ya'ni tepadagi blokka bo'yim yetmadi. Ko'rib turganlaringizdek shunday mittagina kichkinaman. Endi bizga bitta versak kerak bo'ladi. Versakni olgandan keyin yana ozgina daraxt olishimiz kerak. Chunki bu daraxt yetmay qolishi mumkin. Mana bu ikkita daraxt olsam yetib qolsa kerak. Qani pastga. Daraxt blokchasidan ham kichkinamanda ko'ryapsizlar. Ham daraxtni maydalab olaylik. Endi bizga chub kerak. Chubdan esa narvon yasaymiz. Qanday yasalaydi? Narvon bloki quloqos. Mana bunday yasaladi. Verstak qayta olamiz, bizga kerak bo'ladi halanchi. Ozgina daraxt, yo'l-yo'lak yopib turamiz. Va tepaga chiqib ko'mir qidirsa bo'ladi. Tog'larda ko'mir bo'lishi mumkin. Bo'lmasligi ham mumkin. Yana yerda bitta qo'y bor ekan, o'shani hozir pishirib yeymiz. Pishirish uchun ko'mir ham topish kerak bizga. Ne farqi yo'q. Главное pastga tiray tushsak bo'ldi. Narvon yetmay qoladimi deyman-da. Tak. Un tarafga qo'ysak bo'ladi, chunki pastga qo'ya olmaymiz. Bo'lis. Tepaga qo'yilib ketibdi. Buni ham oldik. Yana pastga tushishda davom etaveramiz. Mana bular bunday bo'lishi kerak. Qayerga uchib ketyapman? Yo'q, birosita bagmi bu, nima edi bu? Короче, go'shtni olamiz. Hozir ko'parmasa jonimiz ketdi baq. Ozgina daraxt. Tepadagi serosini muhim etmaykan. Tosh topish uchun bitta tunnelcha qazib olishga qaror qildim. Men toshgacha yetib keldik. Yaxshi ham tog'dagi ekan, bo'lmasa, oho, pastga qozishga to'g'ri keladi. Bitta yerga yes. Endi toshlarni yig'ib chiqamiz. Bizga ko'proq kerak bo'ladi. Yetarlicha yig'dik. Endi bizga instrumentlar kerak, bitta kirka va bitta bolg'a kerak bo'ladi. Tak, endi biza versakni qayta olamiz. Mana bu yerda bitta mol bor ekan. Shuni bitta qo'qish kerak. Yaxshi ham tepaga chiqaman turni. Pastga tushsam o'lib ketayin. Va buni pishirish uchun menga pechka kerak ekan. Shu uchun yana o'sha g'orchaga qaytib keldimda o'tinni o'rniga mana bu bolg'a bilan kerkantib qo'ydim. Ovqat ham pishib oldi. Ovqatni oldim va ko'chaga mob qidirgani chiqdim. Birorta zombi yoki skeletga mazamni qochirsa kerak. Tepada hozircha hech kim ko'rinmayapti, lekin mana bu yerda men xazina topdim. Umrda nima xazina deganligimni tushunmagan bo'lsanglar, mana bu uchun. Endi men bitta blokka tengman. Yana ozgina ko'mir olsam, ikkita blokka teng bo'lishim mumkin. Tak, men o'zi ikkinchi o'rin bo'ldim va yonimda enderman bor ekan, buni ham chopib olishga harakat qildim. Qayerga bo'ldi? Mana. Yana bitta nechta o'ladi o'zi bu? Mana o'ldi. Va men sirazi 3-darajada kattaman. Ya'ni 3 ta blokka tengman. Tak. Tepada hech kim yo'q. Zombilar ham ko'rinmayapti. Menga esa temir kerak bo'ladi, chunki Ender portalga kirgandan keyin biringalasiz yashash juda ham qiyin.
O'rmanda tezroq oshirish uchun mana bu ko'mirlarni ham kal qilishga to'g'ri keldi. Yo'l-yo'lakay kema chopdim. Sirasi kattarib ketdimmi? Buni ham chopish kerak. Yaxshi. Tak, endi menga mana bu temirni olsam. Ko'ryapsizlar bo'yimni asta-asta şey titan bo'lib ketamanmi? Bu bilan hammasini chopsak tezroq уровень ko'tarishimiz mumkin. Уровень bu daraja degani. Ruschada уровень. Darajamiz 6 bo'lmasa ekan. Va yo'l-yo'lakay men bitta katta qishloq topib oldim deb ayman, kichkinagina ekan o'zi atigi. Tak, bu tarafda nimalar bor ekan? Mana bu sandiqda ocha olamanmikan? Derazamizni ochsam bo'ladi. Bittagina ishton. Mayli. Hozircha bo'ladi menga. Mana bu yerdan qo'ylarni chopamiz. Bir tarafdan go'sht, bir tarafdan esa XP beradi bizga. Va bizning darajamiz 6 bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin, biz bitta uyga qadam tashlab chiqib ketsak bo'ladi. Ishga gigant bo'lib ketdi. Temir topish uchun yana biz mana bu gigantizm yaratuvchi Iron golemni o'ldirdik. Temirni olamiz, endi bizga go'sht kerak bo'ladi. Bu qo'y kerak ketyapti. Gigantdan qo'rqyapti mana. Mana ikkisi böyle. Endi bu narsalarni pishirib olish kerak. Temirni birinchi eritib, o'zimga bron yasab oldim. Bitta bolg'a ham kerak. Ender Dragon o'ldirish uchun. Mana bu yerda somon bor ekan, o'shani non qilib oldim. Somon. Adashdim. Bug'doy. Hammayam adashadi. Undan keyin XP yig'ish uchun mana bunaqa kal skeletlarni bitta qoqdim. Bu skeletlar ham toza urush qiyin ekan, bo'ylari o'sib ketgandan keyin. O'zingdan qora o'ylar kerak ekan bir talpa ko'rsanglar. Bulardan qochib mana bu daraxt ustiga chiqib ko'ryapman. Bo'yim uzun bo'lsa ham. Hozir bilan mazam qoldirilishi 100% da. Mana Creeper ham menga qarash bor. Oq ko'ngil Creeper ekan. Yes, baby zombie ham chopdik va XP 11 bo'ldi bizda. Undan keyin yana ozgina mob o'ldirdim, ko'rganlaringizdek 13 XP olib, darajamiz 13 bo'ldi. Mana bunaqa bug'doy bloklarni hammasini yig'ib chiqishga qaror qildim. Ularning hammasi non uchun emas. Yaqin atrofimizda bitta qishloq bor ekan. Bu qishloqdan biza esa bug'doylarni oddiy izumrud, ya'ni nima deydi? Emeraldmi? O'zbekchasi. Zumradga almashtirib XP yig'ishimiz mumkin daraja ko'tarish uchun. Ko'rganinglardek bitta almashtirishimiz bitta darajaga teng bo'ladi. Yana ozgina topsak bizda sirrazi 30 bo'lishimiz bu aniq. Shunday qilib mana bitta 17 bo'ldik. Qishloqda yaqin atrofida yana bor ekan anchagina. Bularni ham almashtirib oldik. Yana ozginagina yig'sak infeksiya. Mana XP'miz 28, tak. Izumrud ham almashtirsak 29 va 30 ham bo'ldi. Qolgan narsalarni otvoramiz va sirada teleport qilamiz. Ko'rganlaringizdek bitta qadam tashlab men o'zi Ender portalni bu yoqdan u yoqqa o'tib qolyapman. Men bilan buzish qiyin bo'lyapti salgina, chunki ustiga chiqib ketyapman. Ustidan buzib bo'lmaydi. Yon tarafidan buzib urushga to'g'ri keldi. Qolgan pastdagilarni ham tez qoqib tashladim. Undan keyin men bu Ender Dragonni bolg'a bilan sakrab o'ldirishga to'g'ri kelyapti. Shunga ham nimagadir bo'yim yetmayapti men.
Nima uryapti mani? Hozir o'ldirib qo'yay dedi. Endermancha oyog'imni qumursqa tishlaganda tishlayveryapti. Ko'rib turganlaringizda Ender Dragon'ni pastga qo'ngan vaqti yoniga yaqinlashib bo'lmasa ekan. Tepaga bolg'a bilan urishgan bu xato narsa ekan, shuning uchun bizga kamon olishga to'g'ri keldi. Bitta kamonni yasqillik, undan keyin sirraza qoqishga o'tdik. Va yana bitta minusi. Qaranglar. Hop, hop, ana. Ko'ryapsizlar? Otgan o'qimiz qo'ngan vaqtda o'zimizga qaytib kelyapti. O'sha uchun osmonga otishga to'g'ri keldi, uni itdi. Shu narsa mani yarim soat vaqtimni oldi. Agar undan ham ziyod bo'lmasa. Uni qo'nishini kutib, qaytib turishini kutish va shay. Vaqti 1 soatlab bo'lar ekan. Shuning uchun bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yish shart. Render Dragon'ni ham kallasini qoqib tashladi karochi. Endi biz bilmayman portalga qanday sig'amiz, lekin chiqishimiz kerak. Ko'rib turganlaringizda Ender Dragon'dan XP'lar olib 70-darajaga chiqib ketdi o'z sirasi. Endermer bizga o'sha qumursqani iniday ko'rinyapti. Videoni shergacha ko'rganlaringiz uchun kattakon rahmat. Kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar.